Bugun bizda jiyan-jiyanga qarshi mani jiyanim Yusuf va Oybekani ukasi Azizxon. Bugun bizda noodatiy battle bo'ladi. Yutganga esa keling to'shliklarni beramiz va bizda ishkalamas challenge. Bizda 4 ta challenge. Kim yutsa o'sha keling to'shliklar yutib Qani bo'lmasam, ketdi. Birinchi challenge'imiz Dart deb nomlanadi. Hozir sizlarga 3 tadan imkoniyat beramiz. 3 ta imkoniyatni kim teqizib oldinroq tushirib yormasa, o'sha yutadi va o'shanga biz keling to'yisdan ko'rna chirinliklarni beramiz. Ko'rna chirinligini yeydigan o'tkazsa bor, yoqmadi? Yoqdi. Sizga ham yoqadimi ko'rna chirinliklari? Bo'ldi. Unda battle'imizni birinchi qismi boshladi. Davay. Voy, malades, уже tushdi, gap yo'q. Уже bitta ochko bor. Ket, qani ikkinchi urinish. Voy, mayli, sal chetroq bo'lib qoldi-yu, zato yopishdi, to'g'rimi? Bizda oxirgi urinish. Voy, bittadan o'rtasiga yetadi, gap yo'q. Bu bolani biz mergan qilamiz. Oting snayper emasmi? Yo'q. Voy. Bizda endi ikkinchi ishtirokchimiz Yusuf Jiyan, tayyormisan? Tayyorman. Uni ko'rdingmi qanaqa tushirganini? Endi nima qilasan sen? Comeback qilasan, qani ketdi unda. Voy, yaxshi otdingmi, yopishmadi, bor olib kel. Qani Yusuf, ikkinchi urinish. Yaxshi. Normal. Bizda 3-chi urinish. Voy, yaxshi. Nima qilding? Yutqizib qo'ydim. Shivording-u. Endi-chi mazzali kornet Oreo shirinliklarni Azizxonga beramiz. Ketdi. Mana bizning birinchi shartimizdan g'olibi Azizxon bo'ldi va unga ushbu Candy Toys'dan kornet Oreo'lik shirinligini beramiz. Tabriklayman. Rahmat. Bu shirinligimizni Candy Toys'ki Dippo Cornet Oreo vkusli. Buni O'zbekiston bo'ylab xohlagan magazinlardan topsanglar bo'ladi. Faqat qaranglar, imini Dippo bo'lishi kerak. Qani yoqimli ishtaha? Rahmat. Qani? Bizda ikkinchi shart. Hozir bizda zo'r qo'lamachoq bo'ladi. Ushbu yo'llardan yurib va oxirida shotdan kim birinchi chiqsa, o'sha g'olib bo'ladi. Tayyormisizlar? Ha. Sen bu yoqqa sen yutqizossan. Yutamizmi? Comebackmi? Comeback. Nima qilamiz biz? Yorib tashlayman. Yorib tashlaymizmi? Yorib tashlayman. Iban bolalar yugurib ketyapti. Voy. Na start. Внимание. Marш! Candy Toys'ga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bizlar bolalarimiz hozir yugurishga tushib ketishdi. Men bu paytdan foydalanib Candy Toys haqida sizlarga ma'lumot beraman. Candy Toys videolarida sizlar ham qatnashishingiz mumkin. Uning uchun sizlar Candy Toys shirinliklarini xohlagan istalgan magazinlarga kirasizlar va Dippo yoki Jellopi shirinliklarini olib turib rasmga tushasizlar va ushbu Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yilishingiz kerak. Va u kanalda esa chatiga shirinlik bilan birga rasmga tushib bizga yuboringlar va keyingi videolarimizda sizlar qatnashishingiz mumkin. Hamma shirinliklarimizni O'zbekiston bo'ylab do'konlardan topsanglar bo'ladi. Faqat Dippo, Jellopi va bundan boshqa shirinliklarimizni Telegram kanalimizda rasmini ko'rib, o'sha shirinliklar bilan rasmga tushishni unutmanglar. Hol ko'ramiz, qaysi bo'lamiz yutar ekan. Ko'rib turganlarni bizda ikkinchi g'olibimiz yana Azizxon bo'ldi. 5. Mujik, malades. Bizani jiyanchi. Bu qorinchani yo'qotish kerak. Hozir bizda ikkinchi shirinligimiz marmelad. Jellopidan marmeladni ham yuta olaman. Yo'q, sen emas, bu yoqqa. Azizxon yutdi. Yeymizmi? Ketdi dvoring unda? Ketdi. İkinci g'olibimiz yana Azizxon bo'ldi. Azizxon maladasan. O'sha bitta yutsang bo'ldi, yutasan. 5 yo'q, voy, senga 5 bilan yo'q, voy. Hozir Jellopidan marmelad yutib olding. Tabriklayman. Hop, endi buni ochib yeymizmi? Bu bilasanmi? Libo magazindan kirib Jellopi berib yuboring. Sen har xil vkuslardan bor. Bu nima lekin?
Qulpini yedik. Qulpni yoqadimi? Yoqadi. Yoqadi. Ushbu shirinliklarni Candy Toys tomonidan Jallopi marmelatlari Liboy magazindan olib yesanglar bo'ladi. Menga ham ber, o'zing yeyverasanmi? Bizda 3-shart. Hozir hal qiluvchi shartlardan bittasi, agar Azizxon yutsa challengeimizda yutadi. Yusuf esa yutsa yana bitta imkoniyat berib ko'ramiz. To'g'rimi? Bizda air hockey hozir tangan tashimizni kim uchini bilib olamiz. 1 2 3 ketdi. Voy! Bizda 1-0 уже. Bu bizda 1-1. Qani o'rgatganlarimni bu ana bizda 2-1. Voy bizda avtogol 3-1. Qani 30 soniyamiz qoldi. Yaxshi. To'g'ri. Voy bizlar oxirida shotimizda 4-3 ga Yusuf yutdi. Bu yoqqa. Ko'rib turgan yerda air hockeyimizni desa Yusuf yutdi. Malades. Mana nihoyat jiyanim ham yutargan, to'g'rimi? Hozir Sinavordik. qo'llaring sinavordingmi? Sen valatarmiding? Yo'q, o'yinchi. O'yinchimi? Qanaqa zashnikmiding? Ha. Malades. Hozir Azizxon nima yutqizdi? Ha? Ana o'zimga avtogol qo'ydim. Voy, nimaga? O'tganda men yoqqa chiqaman deb o'zimga tiqib qo'ydim. Mayli, keyingi safar yutamiz. Yutamiz. Biz bitta yutsak bo'ldi. Yutamizmi? Yutamiz. Bo'ldi, 5. Lekin hozirligimizni Yusuf yeydi. Va nihoyat 3-shartimizdan g'olibi Yusuf jiyan bo'ldi. Tabriklayman birachishga, sen ham yutargansan-ku. Qara, senga Candy Toys'dan Dippo Umbrella. Umbrella nima degani bilasanmi? Zonti. Zonti. Zonti nima bo'ladi o'zbekchasiga? Zontik bo'ladi. Soyabon bo'ladi. Xullas, soyabonli shirinlarimizni yutib olding. Xo'p, bular shirinlarni qayerdan topsak bo'ladi, bilasanmi? Bilaman. Qayerdan? Har bitta do'konda. Har bitta do'kondan Candy Toys'ni mana shunaqa Dippo Umbrella shirinlaridan olib bemalol yesanglar bo'ladi. Soyabon seni. Soyabon. Senga. Dippo yozig'ini bor bo'lishi kerak. Qani bitta mazasidan tatib ko'rchi. Qani. Oppa. Ketdi mana. Mana. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bizda 4-shart. To'xtalaring. Hozir bizda final tepaga chiqish bo'yicha bo'ladi. Tepaga chiqa olaysanmi? Chiqa olaman. Chiqa olaysan-a? Olaman. Qara, bitta yutsang yutasan. Hamma shirinlik saniki. Xo'p. Xo'pmi? Sen qara, bitta yutsang necha bo'ladi? Keyin comeback qilishing mumkin. Qilamiz. Qilamizmi? Qilamiz. Unda boshlanadi. 1 2 3 ketdi. Hoppa! Sakrandi. Ey, gabi, 60 sekundda chiqding, malades. Xullas, bizlar g'olibimiz Yusuf jiyan bo'ldi. Shu joyda edit qilib o'raylik. Shirinliksanmi? Yeymiz. Unda Ketamiz. Candy Toys shirinliklardan beramiz. Let's go. Ketdik. Ko'rib turganlarda 4-shartda Yusuf jiyan yutdi. Tabriklayman birachishga. Mana bu comeback, to'g'rimi? Comeback. Endi senga Candy Toys'ni Jallopidan o'tgan safar yeganimizdek shaftolili, uzuvchali, shakarli marmelad beramiz. Hoppa, mana. Oy, qani bitta mazasidan tatib ko'rchi. Buni boshqachasi ham bor. Bu men mana bunaqa uzunchog'idan yeb ko'raman. Ketdi. Bizda endi final. Ketdi. Shu joyda videoga
like bilan obunani bosib qo'yinglar. Bolni ko'rib turganlarda bizda 2-2 bo'lib qoldi. Demak nima qilamiz? 5-shartda Boshlaymizmi? 5-shartni boshlaymizmi? Uning uchun oldin sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning keyingi videomiz 5-shart bo'ladi. Keyingi videoni ko'rish uchun videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar va bizda Yusufbek bilan Azizxonda zo'r battle bo'ladi. 5-o'yinni ko'rmoqchimisizlar? 5-o'yin nima bo'ladi bilasizlarmi? nima? Bekinmachoq. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdi.